Agar farzandingizni gemoglobini past, go'sht yeyishga injiq bo'lsa, shu retseptimni saqlab oling. Idishimizga farsh, qirg'ichdan chiqarilgan lavlagi va piyoz solamiz. Men yumshoqroq bo'lishi uchun guruchni oldindan suvda qaynatib oldim. Siz xohlasangiz uyitilgan guruch solsangiz bo'ladi. Ozroq tuz solib, ketidan Kent Boringeri zaytun moylaridan ishlatdim. Hazm sistemasi, ichaklar uchun juda ham foydali. Bu massamizni qo'l bilan yaxshilab ezib chiqamiz. Yaxshilab ezib olgan massamizni qo'lda kichkina dumaloq shakllar qilib paravarkamizga terib olamiz. Men yoniga brokoli ham qo'ydim. Masalamizdan qolganini xohlasangiz silikon qolipchalarga joylab, muzlatgichga qo'yib, istalgan payt pishirib bersangiz bo'ladi. Men suv bug'ida 25-30 minut atrofida pishirib oldim. Guruchlari ham yumshoqona bo'lib pishdi. Sahifamga obuna bo'ling. Farzandingiz uchun immunitet ko'taruvchi, gemoglobin oshiruvchi, ichni yaxshilovchi, vazn olishga yordam beruvchi retseptlarni profilimdan topasiz.